O'zingiz ehtiyot qiling. Salom, qo'shni yaxshimisiz? Voy Muxlisa, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Ostonada turmang, yuring ichkariga kiring. Menga soxtalik qilishingizda hojat yo'q. Shu desiz, bitta narsa so'ramoqchi edim. Ikkalamiz bitta vaqtda kelin bo'lganmizda, bunday olib qarasa, siz eringiz ko'karsa ko'karyapti, menikini 1-2 bo'lmaydi. Shu bitta siri bormi? Bo'lsa ayting menga ham. Lattermi oldinglarga olar deydi. Muxlisa, buni hech qanaqa siri yo'q. Shunchaki Bunasi? Bir biznes boshlamoqchiman. Nima deysan, o'xsharmikan? Boshlang. O'xshay dadasi. Hali shunaqa boyib ketamiz. Bir yilda 12 marta chet elga olib chiqasizman. Rahmat. Dada, Au. qaysi so'roqchi edim? Pichoq bering. Voy o'zimni Abduqodir o'g'lim. Futbolist bo'lasizmi? Ha. Bo'ldi, o'zim senga butsi ham olib beraman. Trenirovkangni ham gaplashamiz. Hali sendan eng zo'r futbolchi chiqar, xo'p? adasi yaxshi borib keling. Men sizga ishonaman. Siz menga keraksiz. Men erimga ishonaman. Siz ham eringizga ishonasizmi? Xullas, muxlis bir biznes boshlamoqchiman. Xudo xolisa yaxshi qoladi. Menga qarang. Siz qanaqa biznes boshlamoqchisiz? Siz hozir boshlasangiz o'xshaydi deb o'ylayapsizmi? O'tirishimizni qarang. Xolodilnikni ochib qaraganmisiz o'zi? Hech narsa yo'q uyimizda. Ahvolimizni qarang. O'zi sizga tegib nima ko'rganman? O'xshamaydi, hech qaysi qilgan ishingiz. Bebarakasiz bir ham o'zi bor-ku. Ishim xotirasiz. Hadi. Nima? Yana nima deysan? O'zim men bitimga kelinlaring. Ey onnangni. Muxlis, telefonimni olib chiqib qolib ketibdi. Kim telefon qilyapti? Sizga kim ham telefon qilardi? Itga kerakmisiz? Mendan boshqa. Bore, ishingni qilgin.